Assalomu alaykum. Qarzdan qutulish uchun o'qiladigan eng yaxshi, eng afzal duoni aytib beraymi? Hazrati Ali radhiyallohu anhuning oldiga bir kishi kelib, juda ham qarzlarim ko'payib ketdi. Ojizlik qilyapman, uzolmayapman, yordam bering deb keldi. Shunda u kishi radhiyallohu anhu senga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan o'rgangan bir duoni o'rgatib qo'yaymi? Agar qarzlaring Jabalus Sabur, ya'ni Makkadagi eng katta Sabur nomli tog'da aytayaptilar. Shu tog'chalik qarzing bo'lsa ham, agar shu duoni o'qib yursang, Alloh taolo qarzlaringni ado qilib beradi, uzilishga yordam beradi dedilar. Bu duo quyidagi duodir, o'rganib olamiz. Allohumma kfini bihalalika an haramika va aghnini bifadlika amman siwak. Qaytaraman. Allohumma kfini bihalalika an haramika va aghnini bifadlika amman siwak. Ma'nosi: Allohim, meni haromdan saqlagin va haloling bilan kifoyalantirgin va meni o'zing fazling bilan boy qilgin degan duo. Duoni o'qib yuring, Alloh taolo qarz balosidan saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.